Amirxon, avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlaganingga. To'g'risi, hali nima desam ular erta tugatasiz jangni. Boshqa deyishdi, mana 3 raundga ham urishdik. Bunga nima desam ular tavakkal qilgim kelmadi. Chunki bizga g'alaba kerak edi. Hamma qo'llab-quvvatlab turgan kattakon rahmat. Ahmad doda, Bobur do'stim, Taba, Mega House, Mega Biton, hamma ustozlar akalarimga, Azam aka, Rashid akam, Mansur aka, Boburjon do'stim, Jalomjon Oybek aka, qarshi общий hammaga Asadulloh, keyin yaqin ukam Jasur Azimov, Umid akam, Sulton akam, hammalarga kattakon rahmat. Albatta doim meni qo'llab-quvvatlab turgan, doim yonimda bo'lgan oilamga kattakon rahmat. Rossiyadan akam ham kelgan. Aka, rahmat sizga. Amirxon ukam, Bekzod aka, Timur, hamma bolalar, hammalarga rahmat. Hammalar ko'rganda xursandman. Hammalarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Parviz, Azam akam ko'rinmay qoldi. Ayni. Aktagonligiga ham kattakon rahmat. Шахасан, у людей один